Assalomu alaykum, Erik TV'nin aziz görünmelleri. Siyaset Meydanı söhbət programımızga hoş geldiniz. Bugünkü programımızda Yaponiya Uygur Cemiyeti'nin reisi İlham Mahmud efendim bilen Yaponiya Uygur Cemiyeti'nin kuruluşu hakkında ve hazırki terakkiyat hakkında məxsus toxtalıb ötümüz. Diqqətinizlər ekranda bolsun. Assalomu alaykum. Wa alaykum assalam. İlham aka, qanday ahvalınız, yaxshimisiz? Qanday Abdurahman aka, yaxshi turdingizmi? Rahmat, yaxshi. İlham aka, bugungi bizning programmamiz shu Yaponiya Uyg'ur jamiyati haqida bo'lmoqchi. Shu biz jamiyatning qurg'uvchisiz. Sizni herhalde bizning Uyg'ur qarindoshlarimizga tekrar tanishtirishimizning o'rni yo'q deb qarayman, chunki oldin qitimliq söhbət programımızda sizni bir qır tanıştırıb söhbət işləyən. Bugün siz aldı bilen şu Yaponiya Uyghur Cemiyeti'nin bugünkü tərəqqiyat əhvalı haqqında bir toxtalıb etken bolsanız. Ma'qul. Bizdeki Yaponiya Uyghur Cemiyeti'ni ben kurup çıkıcılarının birisi. Ben şahsen kurup çıkma. Bu Yaponiya Uyghur Cemiyeti 2018 6. ayının 15. günü biz Tokyo şehrinde Yaponiya Uyghur Cemiyeti'ni berpa kılış için bir kısım Uyghur qarindaşlarımızla birlikte gelip bu cemiyetini berpa kıldı. Bu Allah'ta Yaponiyanın şaraiti deyimiz hem de nurgun qarindaşlarının her xil sebeplerden ahirgacha bir kelamı da endi cemiyetden özüde bulmuşsun endi o qarindaşlar yine nurgun işlere yardımda bulup kavadı da şu çağda kurulup hazırlık kadar endi köplügen yapılık dostlarının yardımları meyli her xil emri yardımlar olsun, meyli iqtisad yardım olsun, meyli cismani cihati yardım olsun, meyli akıl cihatin, kalem cihatin, şununla birge iqtisad cihatin yardım mı? Asasen Yaponia'daki yapımlı qarindaşların keldi desek buludur. Bu jarayonda biz en dastlablarda bu faaliyetni yeni başlagandayken bizning bir mesele so'raydigan adamimiz bo'lmaydi. Shunda bo'lgandan de biz en dastlablarda o'ylashganimiz shu tashviqot varaqlari taqdish, o'sha yapımlı qarindoshlar har xil rasmlik kichik xotira daftarlik bir rasmlik narsalarni ishlab shularni qatlab ko'chalarga chiqib shu qisqagina bir 12 bet bir narsadan Uyg'urlarniki tarixda milyon Xitoyga qanchalik bo'zak bo'layotgan narsalarni tashviq qiladigan o'sha varaqlarni taqatib qanda namoyishlarni olib bordik. Ondan keyin asosda azroq bir Uyg'urni tushuntiradigan bir yig'ilishlarni o'tkazishlarni o'rgandik. Ondan keyin Uyg'ur masalasi sal bir tonolg'ila boshlagandan keyin Yaponiyadan da nurg'un shaharlarda meni shaxsan chaqirib shu Uyg'urlarning amaliy ahvollarini bir tanishtirishimni so'raydigan o'rinlar kundan-kun ko'payishga boshladi. Hattoki ba'zi oylarda 15 kunmi men shu sirtda yurib 15 kun uda shundoq Uyg'urning ahvolini tanishtiradigan bir faoliyatlarga qatnashganlarim bor. Endi undan keyin bizning masalamiz teg'imi bir gavdlik texmo bir Yaponiya jamiyati tanilgani shu 5-yil Urumchi voqeasidagi qahramonlarimizning qurboni natijasidan Yaponiyada Uyg'ur masalasi teg'imi ko'p tanıldı. Elbette, bunun da ben şahsen şu faaliyetlerine kıplan Uygur tanıldı deyişki olmaydı. Demiştik degende Japonya'dan da Uygur qarindoshlarimiz
maydonga tushib, har xil sabablardan maydonga tushib qilamagan bo'lsa-mu, ana hammasining yuragi laqda endi hammasi o'zi ishlash qilgan kishilarga, bu yapınlık kishilarga, endi o'zining savodoshlariga, xizmatdoshlariga azdan bo'lsa-mu, shu Uyg'ur masalasini tanishtirib keldi. Shularniki, shu Uyg'ur qarindoshlarning shu xil tirishchanligidanmi Uyg'ur masalasi tag'in kengayib, Uyg'ur masalasini biladigan odamlar ko'payib, bizning Yaponiya Uyg'ur jamiyatining xizmatimi kengayib maqdi deb o'ylayman. Endi hammadan kengaytgan yana shu Urumchi voqeasi bo'ldi. Endi undan keyin endi Rabiya Qadir xonim bu qancha qatam Yaponiyaga keldi. Endi bu texmo bir cho'ng bir ish. Bundan mı yapılırlar takımı Uygur meselesi qiziqib bu Rabiya Qadir xonim qiziqgan yapılırlar Yaponiya Uygur jamiyatini qilgan bo'lib, shuningda endi nurg'un ishlarimiz o'ng'a tortib, endi parlamentlarda nurg'un kishilar bor. Endi u parlament a'zolari bir yugurib chiqib, sahnaga chiqib biz uchun bir gapni qidiramagan bo'lsa-mu, endi shularniki, shu parlament a'zolarining bizning masalaimizga azroqdan ko'ngil bo'lishga boshlig'ini bu bizning bir natijamiz deb o'ylayman. Endi Yaponiyadagi nurg'un kishilarni Xitoyniki besimidan nurg'un ishlarni, nurg'un so'zlarni ochiq-oshkora qila olmasa-mu, biroq u kishilarniki guruhlari bizning bu masalamizga ko'ngil bo'lib, nurg'un yordamlarni qilib keldi. Endi mushu bir kichkina bir natija olsa, mushu bir natija endi. Endi hamma bir kuni endi qolgan Amerikadaydi, qolgan Yevropa davlatlarinikiga o'xshash, endi o'sha kishilarmi hamma bir kuni oldiga chiqib, Xitoyga nisbatan so'zni so'zlaydi. Bu kundan bir raqamlar deb o'ylayman, chunki hozir Yaponiyada yapılıqlar biz o'zimiz qo'g'dashni o'rganmasak, hamma bir kuni shu Sharq Turkiston endi Uyg'ur millatiga o'xshash Mushta bir kun qilib qolamiz deydigan ideya hozir kunga kengayotdi. Shunga ham yaqinda raisimiz bir elib beribdi. Shunda Xitoyning Yaponga o'sh odamlari ozlab, Yaponda Xitoyga o'sh odamlar ko'payibdi. Bu endi ko'payish degan gap, bular bir xil o'zining kelgusidan g'amiydi degan gap. Shunga Xitoyda o'zini bir mudofaa qilmasa bo'lmaydigan kunlar keldi degan gap. Endi o'shalar hammasi bundan keyin Yaponiya Uyg'ur jamiyatining endi texmo taraqqiy qilishiga turtkilik rol o'ynaydi deb o'ylayman. Shuningga birga shu tirishchanliklarimiz bilan endi qilgan ishlar kunga ko'payib kelganligi uchun endi uyimizni ishg'ol tutib qilgan bilanlar nurg'un ishlar yaxshi bo'lmaydiganligini his qilib, undan keyin biz shu 8-oyning biridan boshlab shu Yaponiyaning markazi Tokio shahrining Shinjuku degan markazi endi rayonda biz bir ishg'olni tutishni qaror qilib 8-oy biridan boshlab rasmiy ko'chib kirdik bu yerga. Rahmat İlham aka. Mushu hozirgi ishxonni biz uni Erkin Asiya radiosidan angladik. Buna asas ekilishiga nim endi hozir degandek shu uyingiz ishxona bo'lib qolganlik sabab bilan bu yerga o'qib keldingizmi? Bu Tokioga albatta qimmatchilik bir shahar, bu yerda ishxona tutib menish munoyatdas. Bu endi shu Uyg'ur jamoatining bir yordamlari bo'layotamdi bu tashkilotga. Yoki o'zingiz endi bu tashkilot haqida biroz to'xtalib o'tamsiz, bu qanday bir sharoit ostida qurilib chiqildi bu tashkilot? Tashkilot deyishgan ishxona deymizmi? Endi bu ishxonni endi qurib chiqishda haqiqatan nurg'un kishilar bilan biz shu ko'rish uchun men davomli shu uyim Tokioga 1,5 soat keladi. Bağlıqda avtobusga o'tiraman, avtobusdan tushib poyezga olmashiman. Shuningdan Tokioga kelishim 1,5 soat ketadi men uyimdan. Men boshqa bir shaharda o'tirman. Endi nurg'un kishilar bilan
ko'rishishga to'g'ri kelsa, mana shunday qilib Tokioga kelaman. Nurg'un vaqtlarda endi bir qatim kelsam, bir qancha kishilar tan ko'rishib olsam deb, shu kishilar bilan ko'rish vaqtlarini o'xshash bir kunga o'rlashtirib, ishtaqlar qilgandimi, endi qarshi tarafning bir vaqtlarini o'ylashimsak bo'lmaydigan holat bo'lg'achqa, endi aytganda, masalan, tushdan burun birisi bilan ko'rishgan bo'lsam, ba'zi chog'larda shu 6-7 soatdan keyin, tushdan keyin yana birisi bilan ko'rishadigan. Endi bu Allohdan nima ish qilsangiz, shu kutubxonalarga boraman, kitobxonalarga boraman, ashtaqlar qilib ikkinchi bir kishi bilan ko'rish uchun vaqt o'tkazadigan gap. Endi tunish bilishlarning ishxonalari yo'q, bu yerlar bor. Endi unda yangi kirib vaqt o'tkazish bu bir hurmatsizlik bo'lg'achqa, endi shunday kitobxona deydi, ashtaqlar ahvol nimalarni o'tkazib, ashtaqlar endi ishkini o'tkazdik. Endi bu bir harakatni qilsangiz, bir ishni qilsangiz, kunga to'laydigan odamlar jiqlaydi ekan, aloqalar odamlar jiqlaydi ekan. Endi bu kishilar bilan yana burun o'xshash ahvolni qilsa, nurg'un xizmatlar qilib qolgan gapga. Endi u xizmatni qilish uchun yana uyga qaytishim kerak ekan. Uyga qaytib, u ishni yarim yo'l qilmaytib, yana uydan chiqib, yana qaytib kelsam bo'ldi ekan. Bu shunday ahvollarni o'ylab, ya'ni bu ishxona tutish degan biz uchun bir nishon bo'lgandan keyin bu ishxonni hamini bir kun tutimiz davatgan bo'lgandan keyin endi mayli boldir bo'lsin, keyin bo'lsin, endi buni bir tutaylik deb endi shuni tutdik. Albatta bu endi ishxonni elish, uni mang'izish undaq bir oson ish emas. Shundaqdimi endi qarang, men davomli nega ko'rib so'zlasam, nega borsam, nega tursam, davomli endi mening rasmlarimga diqqat qilsangiz, shu bir yerlarda ko'ch tashviqotlar qilgan vaqtimda rasmlarimga diqqat qilsangiz, shu yenimda bir aynak sandiq bor. U endi iyon to'plash sandig'ida. Endi shu iyon to'plash sandig'ini ko'chga qo'yib, men endi shunda pul yig'ib, shunda qilyapman. Endi bundan keyin ashta qilishdan boshqa yo'l yo'q. Endi shu xil ahvollar bilan biz endi ishxonni ma'qulishdan boshqa amal yo'q. Endi bizning bu yo'limiz nayt japaliq yo'lga, endi buni o'zimiz qilgan taz uqdik, pishqadamlarning tatgan japalarni tazabdan bildik. Endi japaliqga deb bu ishni tashlab kelmaydi. Bu endi shaxsan bir odam ishqadamning bir japaliqga deb to'xtab bo'lsa, u 20 milyon xalqimiz ayada japada turibdi. Biz ularni o'ylab tursak, yana bir xil hayajonlanish yoki bir xil kuch ichimizda bir xil urg'ib chiqib, endi buni qilaman deb, cho'qim qila olaman deb keldik. Endi o'zingiz degandek endi oyoqqa tursa, bundan keyin shu endi birdan bir beshimiz sal qetib, shuning uchun oyning 5idan boshlab tirishsak bo'lmaydigan emas shu. ishxona ijarasi. Endi bu ishxonni bir tonish bilishlar orqali og'ashqa endi odatdagi ishxonalar qaraganda yerim borada ba'zi endi Uyg'ur masalasini tushungan Uyg'urlarga bir yordam bo'lib qolsin deydigan bir insonlarniki o'shunaqa yordamidan endi o'sha bir arzon bir ishxonni ilib o'tadik. Endi bu ishxonni endi Yaponiyadagi Uyg'ur qarindoshlarimiz ishxona og'anligimizni endi ko'pchilikning yaqinda yordam bo'lishini so'rabmi, ko'pchilikka xatmi evatdik. Ammo ishni u Uyg'urning qani bedenda aqvatgan har qanday bir Uyg'urning ishiga cho'qim kuch chiqardi. Endi butun hamma xalqda siz bilgandekdek Yaponiyada 20 dan ko'p o'quvchi shu xil ahvol ostidami, o'quvchilarni bak o'qildan bu Uyg'ur tursan bu deyishga bo'lmaydi. Ammo Yaponiyada 800 dan ortiq Uyg'ur bor deydi endi hammasi. Endi 800 dan ortiq Uyg'ur bayada mencha bu ishxonamiz to'xtab qolmaydi. Ammo endi Uyg'ur qarindoshlarimizni qarab turmaydi deb o'ylayman. Rahmat İlham aka, bu hozirgi ishxonada normalda qancha kishi bo'lasizlar?
Yani almış işlemişler ya ki siz asas özünüzden var mı ya ki başka bir ya ki Yaponiyalikler arasından ya ki bizim Uygurlar arasından asıl bir yerden işevatkan işkana gelip bir şu başka işlerini kılışıvatkanlar var mı? Bunu da hani asasen muhim turdığını ben hani kalganlar men hazır mı sizler şu telefonda söz söylediğinde üçeylen hazır her xil materiallarını rətlep bir nəslərini xıvatıda. Hani muşunda bizden bu yardımcıların içinde mukum hizmeti bağlar var, mukumsuz hizmetler işlevatkanlar var. Mukumsuz hizmet işlevatkanlar mesela keçilerde işlese gündüzlük hep yardımcı almışım. Yani adette 2-3 adam benim olaydan çok mu bağ işganda. Şuna azdıkça biz asas mukum turvatkanım ben. Düşündüm. İlham aka sizden bundan bir sorum geldi de aldığın katımlık biz ben şu Yaponiya hakkında Tur Mehmet Haşim isimli bir hakimizden sohbet kılgan. Bu hakimiz derp etti bu Yaponiyadaki en kıyın nokta Yaponiyadaki Uygur kırımdaşlarımızdan hemisinden Xitay pasport opqaganlık için jiqnaslarga aldığı çıkanmaslık edip. Bunu mesela el kılışının kandak bir yolu var dep qaraysiz. Hem bu yerler es qısak, mesela siz oturga chiqyapsiz, hozir Qutlug' Qodir efendim oturga chiqyapsiz. Bu sizlarga bu jasorat nereden keldi mesela? Hem mesela sizlar qilganni nima deb boshqalar ashlarning manga yo'llardan do'rab shu shaklda qilsa bo'ladi mesela. Bu vaqtda mesela Yaponiyadagi en qiyin mesela qo'rqib ketadigan bir nuqta nima bu yerda? Mesela Yevropadagilar hamda shu vijdonni tutib eqib bilan o'tirib chiqsalar bo'ladi. Bu yerda hech qanday bir qo'rqinish yo'q hamda Xitoy konsulligining oldiga boradigan bir ish yo'q. Ama Yaponiyada shu Xitoy konsulligiga boradigan bir nuqtalarimiz bor degandek bir ma'lumotlarni oldim-da. Bunun bir aldın ağıl bulamdı yakımız bir Yaponiya hükümetinden bu haqda bir yardımdan talep baxtanlarmı? Talep qilib mesela biz Uygurlarning mundaq derdimiz var. Bizga bir siyosiy panohlik berish haqida degandek, mana bir narsa bo'lib baxtimi Yaponiya hukumati bilan? Bu masalani sordingiz. Hadi Yaponiyada qarang. Hozirga qadar texi bir inson, bir Uyg'ur texi Yaponiyadan bir panohlik tillash bosqichiga kelmadi. Yana birisi endi Yaponiyada nimishqa qolganlar chiqolmaydi deydigan masalaga kelsak, endi bu men endi hamma insonning o'tirib tushib siyosat qilishning zaruriyati yo'q deb o'ylayman. Ammo siz degandagidek Yevropa davlatlariga o'xshash Yaponiyadagi Uyg'ur qarindoshlarimiz hech bo'lmasa shunda bir faoliyatlar bo'lgan bu chog'larda bo'lsin, bir qatnashgan bo'lsa yaxshi bo'ladi. Endi buning sababi siz deb o'tgandagidek Xitoy pasporti. Endi Xitoy pasportlarniki desangiz, undoq emas. Endi bu yerda endi Yaponiya grezdonligi o'tganlar nurg'un. Endi bu bir shu 20 yil yaqin shunda bir shakllanib qolgan bir muhitga qarang. Endi bir siz shu Yaponiyaning tuprog'i dastlab bo'lguncha, ammo sizga birisi keladi sizning yaningizga. Bu yerda bir qalamqan ishlar aralashma Yaponiyasini qo'llamaydi, Yaponiyada u bo'ldi, Yaponiyada bu bo'ldi deb. Ammo hozir qadar birasi ashunda bir iltimos qilib, Yaponning bo'lmaydi, ketsan deb Xitoy qaytaryaptimi desa, aniq emas. Texi anda bir iltimos qilgan inson yo'q. So'ngra biz endi mushxil endişlerini yo'qotish uchun mush ishxonni biz turg'izdik. Qarang, Yaponiyaga kelganda qarang, o'quvchilar Yaponiyaga yangi kelgan chog'da xizmat topolmaydi. Qarang, shu o'qib turib bir ish ishlamasa o'qishni yapmag'olmaydi. Ana u ishni ishlaydi-sa yugurib chiqiblar topqilib bo'lmaydi. Ana u tilda dastlab kelgan hammasi qiynalgan uchun til kerak qilmay ishlaydigan yerlarni aslında tapqılı olmaydı. Şunlaşqamı biz hani Yaponiya Uyghur cemiyeti aşındaq yerlerini izleştirip, aşındaq şirketlerle bir münasebet kurup, bununki Yaponiya kelgan. Bakın şu Tokyo etrafındaki Uygurlar olsun mu? Bir kəslər, bir xatırcan bir turmuşqa iyi olduğun işini bir qısaq. Anadan keyin şu Yaponiyada mektep bitirib, xizmatlarga Yaponiyada qilib qolgan arzu qilganlar bekçik. Aşında qarindoshlarga ama xizmat topirishlarni biz buningga cho'qim qilamiz. Ham u bir nishonimiz bizning. Uning ustiga qarang, Yaponiya turayotgan nurg'un Uyg'urlar
Yaponiyada turg'usi yo'q, Xitoy qaytqusi yo'q, boshqa bir davlat chiqib ketsam deydiganlar bor. Endi ular kimga maslahat soldig'ini o'qimaydi. Endi chiqib ketayotganlari shu bir o'zining tonish bilishlari boshqa davlatda bo'lg'achqa chiqib ketayotganlar ko'p. Endi tonish bilishlari yo'qlari kim izlashini uqolmay, ya chiqolmay, ya vatan qaytqusi yo'q, ya Yaponiyada bir xizmat tepib muqim turib qolisi yo'q. Ashqil ahvol ostida qayıqayotgan qarindoshlar az emas. Shularga biz bir yo'llarni teppasak, Uyg'ur jamiyati bo'lganligi vatanning dardini emas, atrofimizdagi qarindoshlarning dardidan bir chiqalasak, andan keyin bizning atrofimizdagi qarindoshlar bizning qilayotgan ishlarimizni ko'rsa, amana u hammasi Uyg'ur bo'lg'achqa ularning yuragida bor. Amana bir kuni maydonga tushdi deb o'ylayman. Bununla sen vakit gidişi gerek. Gidişi mümkün endi. Ama onu da ben Yaponiyadaki qarindoshlardan ağırılmayman. Endi aşınlık cesaretlerime çokum qarindoshlarımızda amını bir kuni buldu da o'ylayman. İlham aka, bu sizin qilayotgan xizmatlar ichida bu Yaponiyada bir radio bor degan xabarlarni olganda, bu haqda biroz to'xtalib o'tamiz. Bu nima radio, qaysi tilda beriladi, qayerlarda tarqatiladi, bu qanday anglay olamiz buni? Hoş. Yani bu radyonun benim Torbetin, Yaponiya Uyghur Cemiyeti Torbetini işleyen yapılı kardeşimiz Uyghur, Erkin Uyghur Yaponiya Radyosu degen radyonun işledi. Bunun işleşindeki sebebi yani nurgun vakitlarda ben üzerinden işlerine ben bir adam karam. Nurgun haberlerini ben Emmini Yapon tiliga tarjim qilib, mesela Uyg'ur Erkin Asad radiosi deylik, har qanday shu dunyoning har qancha joylaridagi Uyg'ur to'rbatlarga yangi dunyo Uyg'ur qurultayiniki to'rbatidagi yangi xabarlarni deylik. Ularni men bir tarjim qilib ketamayman, qilamayman. Qisqasi u vaqtim yo'q mening. Shunda bo'lgan ahvol ostida bu yaponlik do'stimiz uni tarjim qilish vaqti ketgan bo'lgandan keyin biz uni radio shaklida sen aşk haberlerini kalağın kırmızıp, anadaki onu bir yığıncak kılıp, 5 minut mu, 10 minut mu, 15 minut mu bir radyo şekilde çıkarsa diğer teklif boyunca o idea söyletse anladın. Şunu kılayla da o torbetini işlep onu kıgarttık. Onu mu endi diyendeki Arapçada çıkaramayotimiz, endi bu işhanımız bir mukum boğan eken endi. O dostumuz mu vakti bağlatıda kelse, İşhanımızı bunun için devamlık onu tutup olmay Uygur'un yeni nimelerine, uçurlarına yapılıklarına yetkizip tutsak deb o'ylayman. Rahmat İlham aka, qilib yaxshi suhbatlarni qilib oldik. Oxirida sizdan mushu hozirgi radio uchun masalan o'zim yetishib olmayman deyapsiz, tashkilotga albatta har xil qiyinchiliklar bor deyapsiz. Mushu Yaponiyadagi Uyg'ur jamoatidan, mayli o'ch qashqari, mayli nima holatda bo'lsin, qaysi shekildagi bir yordamlarni kutyapsiz hamda bir o'zaro qaysi shekilda bir o'rtoqlik masalan birlashish jihatda nimalarni kutsizmi Yaponiyadagi Uyg'ur jamoatidan? Yani bu Uygur cemaati yani aldığı çıkmadı diyen gap, ular bana yardım kılmadı diyen gap emas. Emniyet hazır mı, astırdan bana iqtisat cihetten yardım kılatkan qarindoshlarimiz mı? Bir qanchasi. Endi men kerak bo'lgan chog'da bakmi muhim deb o'ylagan narsalarni darhol telefon qilib, bunda narsa ya tarjim qilayotgan, ya mana bunday qilayotgan desam, bo'ladi deb qiqirdigan ishlarni qiqirdiganlar nurg'un. Endi mening endi bundan keyin endi Yaponiya Uyg'ur jamiyatiniki to'rbatini men uni ham Uyg'urcha, ham yaponcha, endi turkcha, endi inglizcha to'rbati chiqay deb endi o'yladim. Men buningda endi qarindoshlarning shu o'zlarining uyida o'tirib bilan menga yordam qila oladigan ishlardi. Endi mushjihatlardan mayli maqollarni tarjim qilishdi bo'lsin, Uyg'ur tilidan yapon tiliga bo'lsin, mayli ingliz tiliga bo'lsin, mayli turk tiliga bo'lsin, mushu narsalarni menga endi yaqindan bir yordamda bo'lsa, albatta
Yaponiya Uyghur Cemiyeti'nin işhansını mı? Yani ekipler yarım yıllarda itilip kalsın mı? Yani bu bütün Uyghur cemaatiga bir yaxshi bo'lmaydi deb o'ylayman. Shu taraflardan mı? Manga bir yakından bir yardım olsa, yani ben qaytaramsam mı? Xalqim çokum bu qarindoshlarimizni çokum qaytaralaydi deb o'ylayman. Şoňlaşqa meniki hem de ümit qildığım şu qaysi jihatlardan hem de menga yaqin aloqa qilishib, menga mush jihatlardan bir yordamda bo'lsa deb umid qilaman. İlham aka, bu siz bilan aloqa qilmoqchi bo'lgan qarindoshlarimiz mayli boshqa davlatlardan yoki buni yashagan bo'lsin, bu shu torbitingiz orqali aloqasi bo'lamdi endi? Torbitim orqali aloqasi bo'ldi. Mening ishxonamda telefon nomerim orqali aloqasi bo'ldi. Mening qo'l telefonim orqali aloqasi bo'ldi. Endi hamma jihatlarda bo'ldi. Endi bizniki ishxonning Yaponiya Uyg'ur Cemiyetiniki email adresi bizniki torbitimizda bor. Yani yapınçın oxumusunu en birinci betini açıp en tigi qarasılar o email adresi var. Onunla xat yazsın bunu da yoki bo'lmasa ishxonamizning telefoni 0081 3 62 73 14 59. Bu ishxonaning telefon nomeri. Burbet adresimiz Uyghur Sizek Orik. Bo'ladi İlham aka, unda bo'lsa, inshaalloh ishlaringizdan bundan keyin texmo rivoj tepishiga ko'p tilakdoshman. Xayr xo'sh, unda bo'lsa kelar qitimliq yana bir programmamiz ko'rishguncha omon bo'ling. Rahmat sizga, ko'pdan ko'p rahmat.